Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Erkin Asiya radiosi tarafidan yo'lga qo'yilgan Achil programmasining 11-soniga xush keldinglar. Uyg'urlar diyoridagi diniy e'tiqod cheklamasining bag'ansiri kuchayib berishi sababidan o'z farzandlarining milliy va diniy kimligidan andishiga tushayotgan bir qism Uyg'ur ota-onalarning, bo'lib iqtisodiy kuchi yor bergan bir qism ota-onalarning balog'at yoshiga yetmagan farzandlarini Turkiya yoki Misr qatorliq davlatlarga avatib, diniy o'qitish asos qilingan ma'arifda o'qitayotganligi ma'lum. Bu haqda tonilgan bir qism Uyg'ur diniy zotlar o'z fikrlarini bayon qilib, nuqul shakldagi diniy o'qish bilan mashg'ul bo'lishda ko'rilayotgan prinsipallik masalalar hamda buning hal qilish choralari haqida to'xtaldi. Diqqat bergaysizlar. Assalamu alaykum hürmetli görürmenler. Uygurlar diyarındaki siyasi ictimai besimlerinin eğirleşip minişi, şundaqla Uygurlarning dini itiqad erkinligining o'xshamagan shakllarda cheklanişi o'z navbatida bevosita yoki vositalik ravishda Uyg'ur jamiyatiga, shundaqla madaniyat sohasiga ta'sir ko'rsatayotganligi ma'lum. Buning eng ro'shan ifodalaridan biri Uyg'ur farzandlarining qo'sh tillik ma'rif shuari ostida Uyg'ur tili va madaniyatidan yiroqlab ketishi. Şundaqla Uyg'urlarning an'anaviy madaniyatida yetakchi o'rinda turadigan axloqiy mezonlardan yatlashib ketishi qo'zg'ayotgan andishalardir. Buning bilan bir qism Uyg'ur ota-onalar bu hodisalarni hal qilishning chorasi sifatida o'z farzandlariga Uyg'urcha o'rgatish usulini tanlab olgan bo'lsa, yana bir qism ota-onalar o'z farzandlarini Saudiya Arabiston, Misr, Turkiya qatorliq mamlakatlarda diniy o'qitishga avatishga kirishgan. Bu meseleler haqida biz mushu soha bilan tanishliq shaxslarning fikrini anglab beqish uchun kamera ko'znikini bir qism o'limalarga qaratdik. Hozir Turkiyada o'tirishlik Habibullah Kusani Uyg'urlar ichidan yetishib chiqqan yosh diniy olim. Habibullah Kusani vatandagi diniy o'qishdan keyin Yaman Jumhuriyatidagi Al-Ayman universitetida ilm tahsil qilgan. Bu jarayonda u Shayx Abdulmajid Al-Zindonidan islom aqidasi va ahkomlari bo'yicha ta'lim olgan. O Uyg'ur farzandlarining chet elda diniy o'qish bilan mashg'ul bo'lishi haqida bunday deydi. Asosliq yosh kichik bolalar ko'p chiqyapti endi. O'sha asos ma'arif yoshidagi bolalar ko'p chiqyapti. Endi bu bolalar masalan Turkiyaga chiqqan bo'lsa, Turkiyada oldi bilan yaxshi bir boshlang'ich maktabga yoki yaxshi bir to'liqsiz maktabga yoki yaxshi bir to'liq o'rta maktabga berish kerak. En muhim mesele bu. Çünkü endi bu asas ma'arif bo'lmay turib, keng o'qishi, mayli din o'qisin, mayli fan o'qisin, asas ma'arifni yaxshi o'qimasa, keng o'qishninki natijasi yaxshi natija bo'lmaydi. Shuning uchun mening bu ota-onalarga bermoqchi bo'lgan maslahatim, bular chuqur bir yaxshi fanniy maktabga o'rnatishtirish kerak. İnşallah muşunu okusunu din okuyan bilen okuşaş savap oldu. Bunu kalımızdan çıkarmamız gerek. Ama Uygur halkımız biz dindar halk, dinni suyumuz, dinni özümüzden, canımızdan, kınımızdan abzal gördüğün bir halk. Ama bizden vatanda nurgun kırındaşlar ballarını mektep vermeydiğen mandak bir ahval boğan. Nimişka desem ballarımız mektepte okusa dinden jiraklaşıp gidiyorken deydiğen. Hem de bir xatolikdan qochib, yana bir xatolikqa mubtalo bo'lgan. O sen balani maktab bermaganlik bilan bu balani to'g'ri yetaklagan bo'lmaydi. Sen undan keyin u yerga olib, bu yerga olib, u balla hech qanday bir o'qish natija qozonmaydigan, ya dindi yo'q, ya fandi yo'q. Dindi bo'lsa-mu nazar doirasida tar. Faqatlam asl Qur'onni o'qib qolgan, yoki shuni o'qib qolgan, kitob o'qib u yerda bu yerda azroq o'qib qolgan. Mushning bilan bizda nihoyatda o'qiganlarcıq ama kirek kelgan natija qozonganlar az bo'lgan o'shunday bir ahvol kelib chiqqan. Shundan shu kalla bilan yana chet elga chiqib
balalarni yana şu Kur'an kurslarını uyabiyada aş o'qishni o'qish deb hozirmi masalan balalarni fanniy maktab bo'lmay aş Kur'an kurslarga yoki Qur'on yodaldi balamiz din o'qiymiz deb mushundaq o'qitgan ota-onalar bakchiq bu diniy nuqtadan xato qarindoshlar. Çoxum balalarimizni asos ma'rifda o'qitib, ati akşamları balalarimizni din o'qitamiz. Asos masalan boshlang'ich, to'liqsiz to'liqni tugatguncha balalarimiz bir tarafdan din o'qiydi, bir tarafdan fan o'qiydi. Agar to'liqni bitirib bo'lgandan keyin yana davomli diniy oliy maktabda o'qisak, undan keyin qo'lda to'liqning diplomi bo'lgandan keyin bu balalar diniy oliy maktablarda o'qiy oladigan gap. Mesela siz balangizni, voy balamni qari qilib deb bir qaraqning tutib berdingiz. Balangizni bir uyga solib qari qilman deb 3 yillik hayotini o'tkazadi. Ma'qul bu balangiz qari yo'q bo'ldi deydi. Undan keyin qana qilsangiz endi. Habibullah Kusani hozir Uyg'ur diyoridagi yerasti diniy madrasalari va shu joylardagi diniy o'qitish yurtlarida Uyg'ur o'smirlarining o'z ona tilidan texmi uzoqlab ketayotganligi. Shundaqla bu xildagi o'qitish yurtlarida saqlanayotgan aloqador masalalar haqida to'xtalib o'tdi. Men shundaq o'quvchilarni bilaman, qari yo'q bo'lgan Uyg'urchani yozinglar desa, so'l tarafda yozib kelgan o'quvchilar bor. Hatto mana shu o'quvchilarni imtihon qilamiz, imtihon qilib imtihon savolini yozinglar desak, yozib bo'lguncha daftarga jijilab, ash Uyg'urchani yozib bo'lguncha shunda qilinadigan bolalar bor. Anda bu fanniy maktabda o'qimagan keyin kitob o'qish qiziqmaydi. Kitob u bir shu Qur'onni yodaldi, ma dunyodagi ishlardan faqat bexabar. Bu bir musulmonni bo'lish tegishli ish emas bu. Payg'ambar alayhisalom masalan ulamolarimiz nima deydi desa, bir musulmon dunyo va dunyoda bo'layotgan ishni chuqur bilish kerak deydi. Masalan hadis sharifda musulmonlarning navbatdagi ahvoliga ko'ngil bilmagan odam bizdan emas deydi. Sen okumasan, gazete okumasan, jurnal okumasan, başka kitaplarını okumasan, siyasi kitaplarını okumasan, Müslümanların ahvalini, hazır ahvalini qanday bilasan? Biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtda, şu balalarimizni asosiy ma'rifda o'qitish bilan birga ata kechda qo'shimcha din o'qitamiz. To'liq o'ttirini tugatgandan keyin, hech bo'lmasa to'liqsizni tugatgandan keyin, andan keyin din o'qisang bo'ldi, andan keyin fan o'qisang bo'ldi. Din o'qisang bunda sistemlashgan oliy maktablarda o'qit. Hozir u yerda bu yerda o'qiganga o'qish olmaydi hozir. Bu dunyoning ishi o'zgardi hozir. Dunyoda hozir bunday sistemli o'qish, oliy maktablar va universitetlar va oliy bilim yurtlari va shu yerda o'qish kerak. Hozir uning qishida, buning qishida o'qisa, u axunning bir kun ish chiqib qoladi, 2 kun boshqa ketadi, dars olmaydi, sistem. Masalan, bizning bunaqa madrasalarningki salbiy tarafi shu. Andan keyin masalan, shu ko'l madrasasining biz o'qigan madrasalarning yana bir biz bu yerda madrasalarni tanqidlash emas, madrasalar ajoyib cho'ng rol o'ynagan. Lekin ba'zi salbiy tarafini deyapmiz. Shu salbiy taraflardan madrasalar masalan yangi zamonga moslashamagan. Aş konu işler, konu gaplarni qilib o'tib ketgan zaman gaplarni qilib, shuning bilan bu madrasalar munqarz bo'ldi desak bo'ladimi? Ma'lum bo'lishicha, bir qism ota-onalarda diniy o'qitish va uning mohiyati haqida sistemlik tushunchaning kamchil bo'lishi sababidan bir qutubga eg'ib ketish hodisasi eg'ir bo'lmoqda ekan. Endi yana shu kallada turayotgan oxirlar yana hozir xalqlarni voy biz din o'qitamiz, voy Qur'on yodaltiramiz, uni qilamiz, buni qilamiz deb ular xalqlar bizning nadon xalqni mandaq azdirayotgan yerlarim bor. Ammo xalqimizmi buni bilmaganlikdan o'sha o'quvlar chiqib, yana shu Qur'on kursini izlab, voy mushada bala o'qishib ekan deb bir yo'ga tiqiblam. Men so'rayman, balangizni Qur'on yodab bo'ldi deydi. Undan keyin nima ish qildi? Balangiz 30 pari Qur'onni suvda yodab bo'lsa, uning ma'nosini bilmasa, turk bilan farqi yo'q. To'g'ri, Qur'on yodaganlik ajr bo'ladi, savob bo'ladi. Lekin turk bilan hech qanday farqi yo'q. O sen bilmay yodasang, uni tushunmasang, shundan nurg'unlar voy bu qori, bu damollar, bu ahlilmi deydi. Amaliyotda o dinni bilmagan ekan xato ishlarni qilib, nurg'un odamning ezib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun mushu yenimiş Turkiyaga chiqib, u yerga chiqib, mush maktab yoshidagi bolalarni ashunda Qur'on yodaldirganga, unda qilganga asos ma'rifdan orib o'qitish bu xato. Men ota-onalarga bu qanday o'qitish kerak degan vaqtida asos ma'rifda bo'lib maktab yoshidagi bolalar bo'lib qolsa, darhol chiqib maktab berish kerak. Undan keyin din o'qiyman desimi, chuqum yaxshi o'qib ketalaydi. Fan o'qisimi dindan savodi va bir ziyoli bo'lib yetishidi. Bizga mushundaq odamlar kerak.
Bu məsələ haqida Dünya Uyğur Qurultayı Dini İşlər Komitetining müdiri Turg'unjon Alovudin apandi o'xshash ko'z qarashda. Turg'unjon Alovudin 1980 yillardan buyon vatandagi dangliq ulamolardan Abaydulla Damulla, Abdurashid Damulla, Ablimit Damulla qatorliq zotlarning qo'lida. Keyin Misr va Saudiya Arabistonda diniy ilm tahsil qilgan. 1999 yilga kelganda Misrdagi dangliq Azvat universitetining shariat va qonun fakultetidan bakalavrlik unvonini olgan. U shuningdan buyon Germaniyada istiqomat yashamoqda. Uning qarashicha hozirgi kunda Uyg'urlar va boshqa musulmon dunyosining zamonda orqada qilishi dal ularning ilm o'rganishdan iborat ilohiy hukmga amal qilmasligi sababchi ekan. Albatta dinimizda bu ilmlarning o'qishning hukmi farz. Çünkü Allah Teala Kur'an'da insanlara ilim okuşunu buyuruyordu. Ve Kur'an'ın birinci ayeti de mi, Peygamberimizge birinci katım düşken ayette mi oku degen. Yani oku demek manası ögen. İlim ögen degenin manası degen buludu. Yani bu ilim elbette bütün ilimlerini öz içine alıyordu. Yani fakat dini ilim emez. Hemmisini öz içine aldı. Astronomiya, hazırki hava boşluğu ilimleri, alem boşluğu ilimleri, hazırki kainat ilimleri, hemmisini öz içine aldı. Yani Kur'an'ın bir ayeti deydi, okuyanlar bilen, yani bilgenler bilen bilmegenler tem bulanmaydı o degen. Yani digendek, yani bilgenler, şu ilimni okuyanlar, şu ilimni okup terakki kıldıqanlar, hazır digendek ilgirlep algı besip ketdi. Ama şunu okumay, onunla bir perva qarğanlar akıt kılıvatıdı. Yani Müslümanlar elbette bu kainat ilmi ve fizika, kimya ve astronomiya degendek ilimlerde elbette öz vaxtida o'rta asrlarda jiq taraqqiy qilgan. Ama keyingi vaqtlarda ba'zi bir xurofat ideya singib kirib qilib bu işlerin hemisi bid'at deydigan bir hata düşünce bilen bu ilim to'xtab qoldi. Şunun bilan bunu Avrupalıqlar taraqqiy qildirib, şunun bilan bular ilgirlab menib ketdi. Habibullah Ko'sanimo dal mushu masala haqida to'xtalib, Uyg'urlarning hozirgi ahvoli va buni o'zgartirishning chorasini tepishda ilm-fan o'rganishdan boshqa yo'lining yo'qligini. Bunun vaqti kelganda Uyg'ur davosining kelgusi doirlarini vujudga keltirishdimi hal qilg'ish ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Shuning uchun biz Uyg'ur musulmonlarining, butun dunyo musulmonlarining navbatdagi mushu nachar holatdan mushu hozirgi sharoitimizdan, hozirgi beshimizga kelgan kundan qutulish uchun birdan-bir chiqish yo'li ilm. Biz Uyg'urlarda kasblashgan bir ziyolilar bek az. Mayli dinda bo'lsin, mayli fanda bo'lsin, mayli tashviqot medialarda bo'lsin, mayli siyosatda bo'lsin, mayli har qanday ishda kasblashgan odamlar bek az. Bizningki ya siyosiy ishimizning yoki ma'rif ishimizning yoki har qanday davolarimizning mushu ishimizning oqmasligidagi birdan-bir illat kasblashgan o'quvchilarning, kadrlarning, ziyolilarning ozligida. Bunda deganlik bizning Uyg'urlarning ichida bunda qo'ldan ish kelib millatni yetaklay oladigan, millatning oldida rasmiy bunda strategik plan tuzab, dunyo siyosatini obdan bilib, bir dinni obdan bilib, bunda yo'l boshlaydigan odamlarning kamlari. Bunda odamlar nereden chiqdi bo'lsa, mana shunda sistemda o'qigan yerdan chiqadigan gap. Shuning uchun mushunda o'qigan chaqda bizningki nishonimiz amalga oshadi. Mushunda o'qish kerak deb qarayman. Turg'unjon Alovudin bu vaqtda to'xtalib, hozirgi zamon Uyg'ur davosining kelgusi taraqqiyoti va ehtiyoji uchunmi zo'r bir turkum yoshlarning ham fanniy bilimlar, ham diniy bilimlar sohasida sistemlik tarbiya ko'rishining muhimligini, buning yaqin kelgusida zo'r ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidlaydi. Albatta Uyg'ur yoshlari g'arb davlatlarida ham o'qish kerak, islom davlatlarida ham o'qish kerak, bizga har ikkisi kerak. Yani özümüzün milletimizni, milli an'anamizni, özümüzün mevcutluğumuzni saqlab qolish uchun ve dünya ahiretlik baxt saadetga erishishimiz uchun albatta diniy ilimlar lazım. Xalqimizni tarbiyalash uchun ma'naviy jihatdan. Ama maddi jihatdan vatanimizni taraqqiy qildirish uchun
davlatimizni taraqqiy qildirish uchun albatta bizga fanniy o'qigan, fanniy ilmlarni o'qigan, xalqarodagi hozir eng cho'ng universitetlarda o'qitilayotgan ilmlarni, fanniy darslarni, taraqqiyot, davlatni taraqqiy qildiradigan siyosiy ilmlar va ijtimoiy ilmlar va fanniy ilmlar, texnik ilmlarni o'qish bu albatta biz Uyg'ur yoshlariga foydali. Uyg'ur yoshlari ichidami xalqaro universitetlarda o'qigan, xalqaro mashhur siyosiy jihatdan tarbiyalangan xalqaroliq yoshlar albatta Uyg'ur xalqiga lozim. Bu yoshlar kelgusida hozirgi da'vo qilayotganlarning o'rnini besib, texmo da'voni xalqaroliq yüksek seviyeye chiqarib, vatanimizning ozodlik uchun texmo yaxshi tuhfa qo'sha oladi. Turg'unjon Alovuddin apandi yana ilm-fan o'rganish bilan uning hozirgi mumkinchilik haqida to'xtalib, hozirgi zamonda ilm-fan bo'yicha bilim olishda loqul musulmon davlatlarda o'qish, boshqa diniy yetakchi o'rinda bo'lmagan davlatlarda o'qimaslik lozim deydigan qarashning butunlay xato ekanligini ta'kidladi. Albatta, payg'ambarimizning hadisi bo'yicha ilim qanday yerda bo'lsa o'rganish kerak. Payg'ambar alayhissalomning bir hadisida ilim Çin'de bo'lsa-mu, yani Xitoyda bo'lsa-mu o'rganinglar degan bir hadis var. Yani bu demek, yani insoniyatga foydali, insoniyatning hayotini qo'llaylaştıradigan, insoniyatni taraqqiy qildiradigan, dunyoni taraqqiy qildiradigan fanni, texnik ilimlarni, yani shundoq yiroq yerlarda bo'lsa-mu, shundoq uzoq yerlarda bo'lsa-mu, jafo tortsangiz-mu, shu yerlarga berib o'rganib kelinglar. Şu ilimlerini öğrenip kelip, öz vatanını, öz yurtunu terakki kıldıranlar deganlik bo'ladi bu albatta. Yani dinimizde başka devletlerge berip, başka dindeki milletlerinin arasına girip, ularının faydalık, özümüzge faydalık ilimlerini öğrenişimizge hiç qanday çeklimi yok. Ama o yerde dikkat kıldıgan bir mesele var. Bu yerge berip faydalık ilimni öğrenip kelimende bu yerinin dinimizge xilaf bo'lgan, milliy an'anamizga, adab axloqimizga xilaf bo'lgan qoidalarni, urf-odatlarini o'rganib akilib, o'zimizning millat orasida, musulmonlar orasida tarqatishga bo'lmaydi. Ammo foydali fanniy ilmlar bo'lsa, injenerlik, fan texnika, taraqqiyot qatorliq bunda ilimlar bo'lsa, buni albatta o'rganib kelib, yurtimizni, vatanimizni taraqqiy qildirish uchun bu ilmimizni ishlatishimiz kerak. Shuning uchun musulmonlar albatta boshqa yerlarga berib, boshqa davlatlarga berib, ya'ni musulmon bo'lmagan davlatlarga berib o'qib kelishi musulmonlarga hech qanday cheklimi yo'q. Uni Qur'on va hadisning ruhi bo'yicha belki şu ilimlerini öğrenişke Kur'an emir kılıdı ve hadisinin hükmü boyunca hadis bunun buyuruyordu. Habibullah Kösenimu bir kısım Uygurlardaki Hristiyan devletlerine verip okuş caiz emas degan hükümünü aldırıp taşlap, Kur'an ve hadislerinin hükmü boyunca bunun butunlay xato tushuncha ekanligini dalillaydi. Qur'oni Karimda tunji nazil bo'lgan oyat o'qu dedi. O'qu deb, ya'ni ommabop bizga xitob qildi. Bu yerda nima deb, masalan, yo din o'qu, yoki matematika o'qu, yoki namoz o'qishni o'qu demadi, o'quli dedi. Bu o'qu degandan hammani o'qu degan gap. Endi bizning dinimizda mana hozir qilsak, ilm ikkiga bo'linyotadi. Ilm fan deydi emas, diniy bilim, fanniy bilim. Endi diniy bilimni buni ikkiga bo'lishga bo'ldi. Fanniyda Uyg'urlarning ehtiyojidan chiqadigan doktor, professor, siyosatshunos, iqtisodshunos, injener yetarlik Uyg'urning ehtiyojidan chiqadak o'ylamolar Uyg'ur ichidan chiqmaydi ekan, butun Uyg'ur musulmonlari qiyomatga shunga javob berdi. Mening gapim emas, butun diniy o'lmoqning gapi bu. Ammo ma'u mushtaq qilish butun musulmonlar majburiyati. Ammo o'zini fan o'qiyman deb, masalan, men doktor, men injener bo'laman, men siyosatshunos bo'laman, men iqtisodshunos bo'laman degan o'quvchilarga nisbatan shu o'qishni yaxshi o'qish, namoz qanday farz bo'lsa, shunda farz. Farz ayniga aylandi.
Anadeken meğer penni yok savap olmaydı o diye şop kasa. Kur'an-ı Kerim'de 6236 ayet desek 1200 ayet ilim penden sözleydi. Biz bu ayet neymiş kıldı? Hozirgi zamonning ilm-fan bilimlarini o'rganishning bugungi kunda to'limi muhimligini ta'kidlagan Abibulloh Kusani bu sohadagi o'qishning diniy o'qishga o'xshash zo'r ahamiyatga ega ekanligini, shundaqla buning hozirgi Uyg'urlar uchun bosh tortib bo'lmaydigan majburiyat ekanligini tilga oladi. Shuning uchun din o'qisak qanchalik savob bo'lsa, fan o'qisak shunchalik savob bo'ldi. Buningdan shak keltirsak bo'lmaydi. Çünkü Allah Subhanahu wa Taala o'qing dedi. Qanday bilimni o'qisak, niyatimizda shu bilimni o'qib, o'zimiz shu bilim orqali halol yeyishni maqsad qilsak, shu bilim orqali ummatga, millatga, islomga xizmat qilishni niyat qilsak, matematika o'qigan bilan Qur'on o'qiganning savobi o'xshashli birga. Bizning oxunimlarga qancha ehtiyojimiz bo'lsa, fan o'rgangan injener, siyosat, iqtisodshunos, har xil sohada o'qigan doktormushning hammasiga o'xshashli ehtiyojimiz bor. Şunun için biz hazır din oqanlar elhamdülillah naati jiq. Hazır bir çataqda hamda din oqanlar pen bilmaydigan, pen oqanlar din bilmaydigan mav bak çataqışmav. Bizdeki en çoğun krizimiz şu. Balanlar mişada uçuq ma'rifda o'qamdi yoki sistemlik maktabda o'qamdi, bay to'liqning diplomini elib oliy bilim yurtlarida bilim o'qisin. Bizning balalarimiz Amerikada o'qisin, Yaponda o'qisin, Saudiya Arabistonda o'qisin, Misrda o'qisin, Yevropada o'qisin. En oliy bilim yurtlarida o'qayli qarindoshlar. Dunyodagi oldin qatordagi 500 oliy maktabning 168i nada? Amerikada. 40i Angliyada. Shundami? Onundan kapqası Yaponda, aşırtlar var okuyla. Hazır İslam dünyasında bir aldan qatar o'tgan hech qanday oliy maktab yo'q. Shuning bizning holimiz mumkin bo'ldi. Hazır bizning faqat shu yeydigan ishimizni o'zimiz aytayotimiz. Qolganning hammasi biz kofir, voy degan odamlar qilib turadi. Mana biz numus qilsak bo'ldimdi. O'zimiz xijildiga ashmao. Hatto haq yasab bergan narsani ishlatishni bilmay yurimiz hamda. Biz din demek bir musulman özü yaşayotgan muhitga en ilg'or shaxs. İman demek safa demek. İman demek ilim bilim demek. İlim bilim demek şu ilim fennim özü çıkaldı, dinnim özü çıkaldı. Bu bütün Müslümanlar ortak teng bildiğin mesele. Bu men de bağın yapamaz. Hürmetli ko'rarmanlar, yuqorida muhojiratdagi bir qism Uyg'ur diniy zotlari bilan ilib olgan suhbatimiz diqqatingizda bo'ldi. Kelar qadim ko'rishgacha omon bo'linglar, xayr xo'sh. O'tgan hafta Amerika Diniy erkinlik markazida islom vahimasi va Amerika axborot vositalarida musulmonlar tasviri temasida muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inda 11-sentabr voqeasidan keyin Amerika va Yevropadagi bir qism axborot vositalarida musulmonlar haqidagi bir taraflama ma'lumotlarning o'tirg'i chiqayotganligi. Buningda terrorlik bilan islom dini farqlantirilmaganligi uchun bir qism kishilarning islom dini hamda musulmonlar haqida xato tushunchalar bo'layotganligi o'tirg'i qo'yildi. Shundaqla bu xil xato qarashlarning yamrab ketishining oldini olishda qo'lga elish mumkin bo'lgan tadbirlar muzokara qilindi. Yig'in qatnashchilari yana Xitoydagi islom dini haqida mavjud bo'layotgan masalalar hamda Uyg'urlarning diniy e'tiqod jihatda duch kelayotgan qiyinchiliklar haqida muxbirimizning savollariga javob berdi. sentabr tushdan keyin Washingtondagi Amerika diniy erkinlik markazida islom vahimasi diqqatda. Musulmonlar va axborot vositalari temasidagi ilmiy muhokama o'tkazildi. Georgetown universiteti bilan Amerika diniy erkinlik markazi birlikda uyushtirgan mazkur leksiyada g'arb elleridagi islom dini haqidagi xato tushunchalar hamda bu xil hodisani tugatishning unumli choralari muzokara qilindi. Amerika diniy erkinlik markazining mudiri Charlie Haynes oldi bilan echilish nutqi so'zlab, hozirgi vaqtda g'arb axborot vositalarida musulmonlar, islom dini hamda islom tashkilotlari haqidagi xabarlardan 10.9 degudek zo'ravonlik yoki terrorlik masalalari chetildiganligini, yana kelib musulmonlar haqida xabar paydo qiluvchilarning hammasilar harbiy qo'mondonlar yoki terrorchilar ekanligini ta'kidladi. Halbuki onun qarashicha axborot vositalari mayli Yevropada bo'lsin yoki Amerikada bo'lsin, bu hadislarni xabar qilganda siyosiy jihatda bir taraflamalikdan xoli bo'lolmay kelmoqda. Uning ustiga Amerikada muayyan sondagi mablag' amaliyotda kishilarni islom haqidagi xato tushunchalarga boshlashga sarf qilinmoqda. And there are few groups
as you know, who've spent tens of millions of dollars educating the American public, or I would say miseducating the American public about Islam and Muslims. And what to do in the face of tens of millions of dollars over more than a decade. Onun qarışıca musulmonlar jamoasi, bo'libmi islom vahimasi hamda uning har qaysi jihatlaridagi ta'siri haqida belgilik tushunchaga ega musulmon ziyolilari bu haqda boshqalarga eng to'g'ri tushuncha berish layoqatiga ega hisoblanadi ekan. U jamoatchilikka tonilgan bir qism musulmon ziyolilari hamda bu sohada nufuzli hisoblanadigan bir qism olimlar va mutaxassislar mush sababdan bugungi muzokaraga taklif qilinganligini aytgach, bugungi islom vahimasi temasidagi muzokaraning belgilik darajada ijobiy rol o'ynashini umid qiladiganligini bildirdi. Yig'in riyosatchisi Anji Abduqodir o'zining Nyu-Jersey shtatida o'tkazgan o'smirlik davrini eslagach, hozir Amerika va Yevropadagi ba'zi axborot vositalari islom nomida o'ttirg'a chiqayotgan zo'rliq yoki terrorlik harakatlarini islom dini yoki musulmonlar degan tushuncha sifatida tasvirlayotganligini, bu tasvirlarni bir qism amerikaliklar hamda g'arb dunyosidagi ba'zi kishilar musulmonlar hamda islomni tasvirlashdagi material manbasi qilib olganligi, bu ahvollarning axborotchilik axloqidagi odillik va birtaraflilikdan xoli bo'lish prinsipiga xilof ekanligini ta'kidladi. What is the impact of such depictions? And do members of the news media actually have a responsibility to portray Muslims and crime in a fair, accurate, and balanced manner? According to recent research, people who are exposed to news media coverage about Muslims are more likely to have negative perceptions regarding the group. The problem isn't just that they walk away thinking that Muslims are more likely to be violent, or that they're more likely to be aggressive, or that they're just plain bad. Perhaps what's more alarming about the research findings is that the same group of people who watch the news about Muslims are more likely to support unjust, discriminatory, and immoral laws and policies directed at the group. Bu qadimki yig'inga taklif qilingan Ayman Muhyildin Amerika davlatlik radio shirkatining direktori hamda muxbiri bo'lib, 2011-yili Davr jurnali uni dunyoda eng ta'sirga ega 100 shaxsning biri deb baholagan. Ayman tayyorlagan xabarlar ko'p qatim dunyoviy mukofotlarga erishgan bo'lib, u bu qatim kutilmagan xizmat ehtiyoji sababidan yig'inga kelmagan bo'lsa-mu, o'zining o'ylaganlarini qisqa film shaklida tayyorlab avatgan. U o'zining axborot sohasida xizmat qilayotgan amerikalik musulmon bo'lish sifati bilan islom dini haqida Amerikadagi har qaysi axborot vositalari duch kelayotgan xirislar va aloqador masalalar haqida o'ylaganlarini yig'in ishtirokchilari bilan o'rtoqlashdi. There's a perception, and I get this asked a lot, particularly from the Muslim American community, is there a media bias against Muslim? And I'm going to save you the suspense and say yes, there is. That should not be lost on anyone. There is a bias within the media. And at larger society, there is a bias. But the more important question is not that there is a bias, but why is there a bias and how can that bias be corrected? Aymanning qarashicha, hozir har qaysi axborot vositalarida tilga ilinayotgan masalalar ichida musulmonlar bilan islom asabiyligining bir tayoqda haydalish hodisasi alohida diqqatga sazovor bo'lishi lozim. Ondan qolsa har qaysi axborot vositalari xabar tayyorlaganda qo'llanayotgan qo'sh o'lcham masalasi tuzatilishi lozim. Uning aytishicha, hozir bir qism axborot vositalari aqtalliklarni yoki musulmonlarni nishon qilgan zo'ravonlik qilmishlarini faqat odatdagi jinoyat sifatida xabar qilmoqda. Ammo musulmonlarning aqtalliklarga hujum qilish voqealari bo'lsa, o'chmanlik jinoyati yoki terrorlik deb tasvirlanmoqda. Shuning uchun axborot vositalari jazman jinoyat sodir qilguvchining kimlik masalasi bo'yicha jinoyatning xarakterini bekitishdek bu xil bema'nilikni tugutishi lozim. Bu xil birtaraflilikni tugutish uchun texmi ko'plagan musulmonlarning axborot dunyosining ichitishida mushu masalani cho'rdigan holda tarbiya, ishtirok va amaliy harakatlarda bo'lishi buning eng unumli chorasi hisoblandi. It brings me to my overall concluding point, which is how can this bias be fixed? And I think it really rests on three key pillars: education, participation, and engagement inside the media and outside of the media. Yig'in qatnashuvchilarining yana biri professor John Esposito, Amerikadagi islom din tadqiqoti bilan shug'ullanuvchi dangliq olimlarning biri. Uning umrining ko'p qismi Georgetown universitetida islom tadqiqoti va aloqador o'qitish bilan o'tgan. Uning islom dini, xalqaro munosabatlar
hamda millatlar haqidagi 50 necha parcha kitobi uning 50 yilga yaqin tadqiqotining samarasi sifatida har qaysi bilim yurtlarida asosli foydalanish materiali sifatida foydalanilmoqda. Shundaqla 35 xil chet el tiliga tarjima qilinib nashr qilinmoqda. U yig'inda asoslik qilib islom dini haqidagi tadqiqotning Amerikada texi yangi soha ekanligini, mutlaq ko'p qism amerikaliklarning islom dini haqida hech qancha tushunchaga ega emasligini, islom vahimasining Amerikada bir turlik ijtimoiy kasallik sifatida mavjudligi haqidagi fikrlarning 2010-yildan keyin ondan o'ttirga chiqqanligini bayon qildi. O'xshash shaklda axborot vositalarining noit oz sondagi islom asabiyligini butkul musulmonlar dunyosiga tanglashtirib qo'yish xatoligini sodir qilayotganligini ta'kidladi. Yig'inda so'z qilgan Daliya Mugaxetni 2009-yilda Amerika prezidenti Barack Obama o'zining e'tiqod va qo'shnidoshlik hamkorligi sohasiga mansub ishlardagi maslahatchilik tayinlagan. Daliya o'zining tadqiqot natijalari asosida Amerika demokratiyasining yangidan bosh ko'targan islom vahimasi tushunchasining qattiq zarbasiga uchrayotganligini, buni o'ngshash uchun Amerikadagi axborot vositalarida terrorlik qilmishlari uchun izchil va o'zgarmas bir ta'birni turg'izish zarur deb qaraydi ekan. Daliyaning fikricha, navoda ta'bir jihatdagi izchillik mavjudligini yo'qotsa, hozirgidek islom asabiyligi shaklda o'ttirg'a chiqayotgan terrorlik bilan musulmonlarning farqi bo'lmaslikdek xatolik takror davom qiladi ekan. And I think one issue about Islamophobia is it's very easy to think it's about 1% of the population. 1% of the population will tell a pollster that they're a Muslim. But Islamophobia doesn't impact 1% of the population. Islamophobia impacts 100% of the population. Every single American who cares about freedom and democracy is impacted by Islamophobia. And that's why I think it is so important for this group to hear about what might be an implicit bias that we are all suffering from. So if the statistics that we heard in the introduction are true, if truly 90% of coverage of Islam and Muslims is negative, and that the vast majority of coverage of terrorism is about Muslim terrorists, is that reflective of reality? Because if it is, then we should end right now and go home. The answer is it's not. It's not reflective of reality. When you look at empirical evidence from sources like the FBI or its equivalent in Europe, you find a completely different picture. On one hand, you have media coverage, and then the empirical evidence that shows almost the exact opposite, where the vast majority of fatalities in this country at the hands of terrorists, now I'm not counting mass shootings, that's a separate issue, but actually people and incidents classified by our law enforcement as terrorists, the vast majority of fatalities are at the hands of white supremacists. So consistency is actually my main message to you. Can we simply be consistent? Muslims and the Muslim community are not asking for favors, they're asking for fairness in reporting on Muslim issues, terrorism, and crimes in general. Amerikadagi dangdar axborot vositalarida alohida mehmon sifatida Amerikadagi islom dini hamda aloqador masalalar haqida fikr bayon qilish bilan tanilgan Arsalan Iftixor Islom oylik jurnalining tahriri. Bu qatimqi yig'inda so'z qilib, islom vahimasining Amerikadagi siyosiy yo'llar uchun o'zini ko'rsatadigan bir vosita bo'lib qolganligini ta'kidladi. Iftixorning qarashicha, mushu xildagi dangdar shaxslarning oshkora so'rinlarda, shundaqla axborot vositalarida hech kimdan hayiqmay turib, musulmonlarni Amerikadan haydab chiqarish lozim. Musulmonlar qoidaga xiloflik qilsa, shu joyda etib lozim degandek irqchilik shuarlarini bozorga selishi nurg'un amerikaliklarni xato tushunchaga boshlash rolini o'ynagan. And so when we look at where we are today in the year 2016 in how the media covers Islam and Muslims, what we see from Donald Trump is nothing new at all. And in many ways it has become, this Islamophobia has become an entrenched political platform of the Republican presidential campaign season. Yig'in oraliqidagi dam olishda biz uning bilan Xitoydami mushu xildagi islom vahimasining bosh ko'tarayotganligi, buning ko'pincha holda islom diniga e'tiqod qilayotgan Uyg'ur musulmonlarini Xitoy fuqarolariga xunuklaştirib ko'rsatayotganligi to'g'riliq so'zlashdik. That's a very good question, and I think the situation that is affecting Uyghurs in Western China primarily.
İftixar bu vaqtda o'z qarashini bayon qilib, Uyg'ur musulmonlarining ahvolida hozir hammadan muhim o'rinda turayotganining inson haqlariga doir masalalar ekanligini, bu masalalar uchun Uyg'urlarning hozirgi mavjud sharoitda o'z haq va huquqlariga o'zlari igdorchilik qilish maqsadida o'rindan dast turish imkoniyatining Xitoydagi bir davlatda to'liq cheklash ekanligini, bo'libmi qonun orqali idora qilish mavjud bo'lmagan sharoitdagi masjid qurilishiga chek qo'yish, musulmonlarning ro'za tutishini ma'ni qilish, aqalli islomiy an'analarning taqib qilinishi qatorliqlarning bu ahvolni texmo yomonlashtirib o'tadiganligini tilga oldi. Uningcha, agar bu xil ahvollar davom qilaversa, har qaysi joylardagi Uyg'ur jamoatining Xitoy hukumatiga qarshi o'rindan dast turadiganligini bildirib qo'yish lozim. Navoda hozirgi ziyonkashlik hodisalari yana davom qilsa, bu ahvollardan xalqaro axborot vositalarini, BDTga o'xshash xalqaro tashkilotlarni vaqtlantirishi, shu orqali Xitoyning sirtidagi insonlarning, shundaqla boshqa musulmonlar to'pliqining diqqatini tortishi lozim. Bu qatimqi islom vahimasi haqidagi muzokaraga fikr qatnashtirgan Roland Shot, Tenor xalqaro axborot shirkatining qurg'uvchisi hamda bosh mudiri. U Xitoydagi axborot vositalari hamda ularning rioya qilish shart bo'lgan axborot axloqi haqida so'ragan savolimizga qarata, o'z shirkatining Xitoydagi sho'bishxonasi borligini, o'zining bu jihatdagi ahvollardan xabardor ekanligini aytdi. Uning qarashicha, axborot vositalari rioya qilishga tegishli eng aqalliy axloq o'lchami dal axborot vositalarida aks ettirilgan mazmunlar bilan reallikning qaysi darajada yaqin keladiganligida ifodalangan. Jamiyatning, shu jamiyatdagi kishilarning hayoti agar axborotchilikning eng tubki o'lchamlari bo'yicha aks ettirilmaganda, shu xildagi reallikni bevosita boshdan kechirmagan kishilar tabiiyki, o'sha ahvollarni axborot vositalaridagi ma'lumotlarning mavqesi bo'yicha tushunib qoladi. Bu prinsip hozir dunyoning har qanday yerida o'xshash. Professor John Esposito, Amerika musulmonlarining islom vahimasiga o'xshash prinsipallik masalalarda ravrus darajada ko'krak kerib chiqalaydiganligini, holbuki Xitoydagi musulmonlarda, jumladan Uyg'urlarda bu xil erkinlikning mavjud emasligini tilga oldi. U o'zining bir kitobining yaqinda Uyg'ur tiliga tarjima qilinganligidan nihoyat xursand bo'lganligini aytgach, hozirgidek Xitoy hokimiyati zo'r harbiy kuchga va qudratga ega bo'layotgan sharoitda Uyg'urlarning o'z kelgusi uchun to'liq ehtiyotkorlik bilan strategiya tuzib chiqishi lozimligini ta'kidladi. Yig'in oxirida muhokamaga ishtirok qilgan amerikaliklar islom vahimasining Amerika jamiyatidagi turli ta'siriga doir masalalar, shundaqla o'zlarining shaxsiy tushunchalaridagi mujmalliklar haqida so'zga chiqqanlardan savol so'radi. Yig'inga Washingtondagi amerikaliklar hamda bir qism islom tashkilotlarining vakillari qatnashdi. Hörmətli televizor ko'rguvchilar, Xitoy hukumatining 1-oktyabr davlat bayrami kuni munosabati bilan Amerikadagi Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq millatlardan bo'lgan muhojirlar Amerikaning poytaxti Washingtondagi Xitoy elchixonasi oldiga to'planib, o'zlarining Xitoy ishg'oliyatidagi Uyg'urlar diyori, Tibet, ishki Mo'ng'uliya qatorliq joylardagi inson haqlarining dafsanda qilinishiga bo'lgan kuchli noroziligini bildirdi. Qani bizning kameramizga ergishib, namoyishga ishtirok qilgaysizlar. Dünya Uyghur Qurultayı her yili 1-oktyabrning Uyg'urlar uchun motam kuni bo'ladiganligini e'lon qilgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur jamoati bu kunda har xil shakllardagi norozilik faoliyatlarini tashkillash orqali o'zlarining Xitoy hukumatiga bo'lgan g'azab nafratini ifodalab kelmoqda. Bu yılmı Amerikadagi Uyg'ur jamoati Amerika Uyg'ur birlashmasining bevosita o'rlashtirish orqasida 30-sentabr tushdan keyin Washingtondagi Xitoy elchixonasi oldiga to'planib o'z noroziligini ifodaladi. Bu qatimqi namoyishning o'tgan yillardagidan farqli bo'lgan bir yeri shuningdek, Xitoy hukumatining siyosiy, iqtisod va madaniyat jihatdagi zulmlariga o'xshash darajada uchrayotgan Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq Xitoy bo'lmagan millatlarning Amerikadagi muhojir to'pliqlari astoydil maslahatlashish orqali bu yilgi namoyishni birlashma namoyish shaklida vujudga chiqarishga kelishgan. Bugun Xitoy elchixonasining oldi qaynab toshqinlikqa to'lgan bo'lib, Uyg'ur muhojirlarining qo'llaridagi oy yulduzli ko'k bayroqlar, shuningdek Tibetlar va Mo'ng'ullarning bayroqlari hamda aloqador lozunkalarga jo'r bo'lg'ach, ko'kni titratgan shuar sadolari ajoyib hayajonli manzara hosil qilgan edi.
Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshod Hasan ziyoratimizni qabul qilib, Uyg'urlar diyoridagi siyosiy vaziyatni ko'zda tutganda bugungi namoyishning zo'r ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Ben bu parasını hata vermem. Çünkü çeteldeki bizimki faaliyetimiz bir akbarat ilan kılış, emri vatanın ahvalini matbaa veriş, sözler, şunu bilen bu. İkincisi en mühimi şu namayış bilen biz bu Xitay'ınki zulümüne, bizden halkını sevatlarına narazılığımızı hakiki her şeyimizle çıkarmak olur. Bilen eğer biz namayış kılırsak tuturgan olur. Şükürtü tuturuş şu cinayetke şirk boğan olur. Şunu kabul kılan olur. Şunun için bilete namayış kılış bizimki bu sınıf halımgalımız bu zulümden karış geldiğimizi şu namayış arkalık Xitay hükümetiyle şunu küzük olarak halkara dünyasına bunu küstüş. Hani bu birincisi. İkincisi Xitay hükümeti, komünist hükümeti dünyada özünki yüzü abloyunu nazik çoğuldurandırırlar. Bunun için karşısındaktır bulara narazı olan, karşı olan avazının hareketinin görünüşünü katliğin kalamaydı. Şununda meyli 4 adamın namayışı olsun, 10 adamın olsun, 1000 adamın olsun, namayışı buldu, Xitay rahatsız buldu. Namayış yani bir cihetten bizimki çeteldeki Uygurlarınki bir xil ispatlığımızı, bir xil vatanını unutumgalığımızı, hak, hukuklu qoğdaşta cüret kılalığımızı özünüz gerçeğe çetelde erkin dünyada yaşayan olsak, hatta bazılarımızın ait haşemet üylerde, maşinlarına ayıran olsak, lekin biz vatandaki halkımızı, zulüm astırıki kerindaşlarımızı unutumgan hem şular için azrak olsun bir özümüzninki bir kişilik burçini, mecburiyetini ada kılalığını. Namoyishga ishtirok qilganlar ichida Uyg'ur inson haqlari qurilishi tashkilotining mas'ullaridan Zubayra xonim ziyoratimizni qabul qilib, Uyg'urlarning Xitoy ishg'oliyatidagi boshqa millatlarga o'xshashla ezilayotganligini ta'kidladi. U o'zining bu qatimqi namoyishda his qilganlarga birlashtirgan holda Uyg'urlar bilan Tibetlar, shundaqla Mo'ng'ullarning aloqador faoliyatlarda hamkorlik ruhini joriy qildirishning muhimligini ta'kidladi. Oningcha mushu xildagi hamkorlik faoliyatlari qancha ko'p bo'lsa, uning xalqaroda Xitoy hokimiyatiga beradigan zarbisi shuncha kuchli bo'ladi ekan. Menimcha buning ahamiyati nihoyatda zo'r. Bukma o'zingiz bilgandek bu qitimqi namoyishning asosiy maqsadi shu Xitoyning 10 oyning birdagi Xitoy o'zining davlat bayramini tabriklaydigan shunday bir kunda amaliyotda bizning Sharq Turkistonlik Uyg'urlar, Tibetliklar, shu xalqlarga nisbatan bu bir o'z vatanini Xitoy kommunistlarining qonunsiz egallab olgan bir kuni bo'lg'ashqa, shunday bir kunda har bir xalqning o'zininki Xitoy kommunistlarininki o'z tuproqlarini qonunsiz egallab olgan shunday bir kuniga qarshi birlikda namoyish qilishi amaliyotga vaqtda Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul ham shunday Xitoy demokratiya shu xalqlarninki Xitoy hukumatining hozirgi besimga nisbatan, ya'ni boshqa millatlarning, boshqa xalqlarning yerlarini qonunsiz egallab ularni o'zining besim siyosatini bostirish siyosatini yurgizishdek shunday ahvolga nisbatan bir birlikda bir qarshilik kuchning shakllanganligi shundaqla bu qarshilik kuchning birli Uyg'urlar emas, har millat xalqlari, ya'ni Tibetliklar, Xitoy demokratiyasi, Mo'ng'ullar qatorli hammasini birlikda bir butun birlashib Xitoyning shu tajovuzga qarshi birlashgan bir holatini ko'rsatgan bir tuyg'uni, shunday bir amaliyotni ko'rsatdi. Shunday bo'lganligi uchun buning mayli bu biz Uyg'urlar uchun bo'lsin, Xitoy demokratlari uchun bo'lsin, Tibetliklar uchun bo'lsin, Mo'ng'ullar uchun bo'lsin, ahamiyati nihoyatda zo'r. Bu birlik degan bir kuchni bildiradigan bir ahvolni, ya'ni zo'ravonlikqa qarshi birlashgan bir kuchning simvolini ko'rsatdi. Shuning uchun ahamiyati nihoyatda zo'r. Namoyishga kelgan Uyg'ur yoshlaridan Farhod o'zining hur dunyodagi mushundaq bir namoyishga qatnasha olganligidan faxrlanganligini aytib, o'z ta'sirotlarini biz bilan o'rtoqlashdi.
Qadrli tomoshabinlar, vaqt munosabati bilan bugungi Ochil programmamizning 11 qismi mushad oxirlashdi. Kelar qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Mamduh bez açın, yar ey yar bu